Xo'p, assalomu alaykum. Bizga bugun Nexus avtomobilini olib kelishgan. Bunda bo'layotgan muammolarni birma-bir bartaraf etamiz. Xudo xolasa, qo'ldan kelganicha buni zavodit qilib olamiz birinchi. Va chap tomon burchakda ABS chiroqlari yonyapti. Buni har ikkala tomondan ham simlarni tekshirib, aybini topib beramiz. Buni keyingi aybi benzindan gazga olgan payt mashinamiz o'chib qolyapti, gaz yurmayapti. Akamiz benzinga kelgan ekan. Buni uchinchi aybi esa yo'lovchi tomondagi oynamiz tushib ko'tarilmay qolgan. Mana har qancha o'rtasak ham bu oynamiz ishlamayapti va o'zidan ham ishlamayapti bu. Buni ayblarini topib bartaraf etamiz. Birinchi bo'lib gazdan boshladik aybini qidirishni va buni stiker chiqib ketgan ekan joyidan. Buni joyiga qo'yib preverka qilamiz. Ishlagandan keyin yangi stiker qo'yib beramiz. Shakasi. Shakasi. Videoga ko'rsin. Tepaga ham pastga ham qilasizmi? Kelyapti, motorni ochib ko'ramiz. Xo'p, motorni ochib remote qilib oldik buni. Motorda ichidagi shotkalarda muammo bo'lgan ekan, ularni to'g'rilab endi ishlatib ko'ramiz. Xo'p, motorimiz ishladi. Buni chapga aylantirib ko'ramiz, ishlashlarini ko'ramiz. Doğrusu ishladi motorimiz. Xo'p, akalar, ABS datchigimiz aybini topildi. Buni sim uzilgan ekan. Bu tomondagi balonni sim uzilgan. Buni akkurat beramiz. Buni akkuratni zaryadka qilib oldik. Mashina uzilmaydiganlarga qo'ldan kelgancha. Va mashinamizni zavod qildik. Gazga o'tdi. O'tishda muammo yo'q, o'chmadi. Keyingi aybi esa ABS datchigimizdan ham o'chdi. Va uchinchi aybimiz yo'lovchi tomondagi oynamiz ham ishladi. O'zidan ham ishlaydi. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqasizlar.